Assalomu alaykum. Men yangi ofisant edim. Upravляющий uchrashgin deyshuvdi. Ha, yaxshi keldingiz. Keldingmi? Seni bu yerda ko'raman deb o'ylamadim. Sanmas, siz bo'ladi. Yo, ishdan bo'shaging kelyaptimi? Sizni bu yerda ko'raman deb o'ylamadim. Nima qilibsan? Nima qilay? Ishla. Hop. Des. To'xta. Nima qilibsan? Nima qilay? Yugurib yur. Esingdami, seni tanlab bekor qilgan ekanman, ko'zlarim ko'r bo'lgan ekan deding. Shu ko'zlaringni katta-katta ochib ber. Bitta ham dog' qolmas. Al. Dada, hurmatli mijoz, faqatgina Glinka filialimizda kechki 11 dan sahar 3 gacha dostavka xizmatimiz deppa-tekin. Bugun soat 10 da uyga ketsam bo'ladimi? Bu filial 3 gacha ishlashda xabaring yo'qmi? Ishingni qil. Tushunmadim. Hurmatli Bonu Ikromova, bitta narsani o'ylab qoldim. Nimani? O'sha payt gaplashganlarimizda menga cho'qinganlaringiz, billa rasmga tushganlarimiz, mana shu ishxonani gruppasiga tashlab yuborsam, qanday bo'larkin? Hurmat yer bilan bitta bo'lsa kerak. Unaqami? Sansirama. Unaqami, yo'qlama keldim.